Bek Islom, Labbay ustoz. salomat bo'ling. 20 yil oldin otangizni o'zim o'qitgan edim maktabda. Omon bo'ling ustoz, rahmat. Mana yaratganning qudrati bilan mana hozir sizni o'qityapman. Sog' Lekin bo'ling sizdan ustoz. xafaman-da Bek Islom. Nimaga xafasiz ustoz? Nima qildim? Kecha doskaga chiqardim. Ha. Doskaga chiqarib A harfini yozdim. Ha? Bu qaysi harf desam Q harfi deyapsiz. Ya ustoz, Labbay. o'zingiz ham yaxshi o'qituvchi emassiz. Nimaga? Doskaga bitta masalani yozasiz-da, menga qarab chiq. O'zing ishlab, o'zing yech deysiz. Endi qo'limda ta'lim olib turgan o'quvchilarim mustaqil bo'lsin deyman. Rahmat, rahmat. Sizdan xafaman degan gapimga endi xafa bo'lmang. Ha. Xursand bo'ling. Men sizni yaxshi o'qing deb turib, xafa bo'lyapman sizdan. Bu ketishda ketadigan bo'lsangiz, Ha. skillasda qolib ketasiz. Ustoz, o'zingiz ham e'tiborli o'qituvchi emassiz-da. Nimaga? Uydan chiqayotib, so'mkangizga bitta ruchka savoling. Ruchka topolmasangiz, hech bo'lmasa bitta qalam savoling. Doim maktabda tepamga kelib, "Menikini so'raverasiz a?" Uyga vazifalarni beryapman sizga. Ha. Har safar tekshiryapman. Nuqul uyga vazifani otangizga qildirib kelyapsiz. Ustoz, sizga qoyilman-da. Nimaga? Yoshingiz o'tgan bo'lsa ham, menikini ham, dadamikini ham farqiga borasiz a? Ey ustoz, Labbay. shu sizdan xafaman. Nimaga xafasiz Bek Islom? Bobomni ko'cha-kuyda ko'rib, mendan shikoyat qilibsiz. Nima debman? O'q qilmayapti debsiz. Endi shikoyat qilishimga sabab bor. Ha. Maktabda bir a'lochi bolalarning qatoriga kirib, siz ham a'lo baholarga maktabni bitirishingizni xohlayman. Rahmat. ustoz. Yaxshi oliygohlarda o'qishingizni xohlayman. Rahmat. Yaxshi joylarda ishlashingizni xohlayman. Bitta yangilik eshitib qoldim ustoz. Qanday yangilik ekan? Shu sizni yaqinda direktor qilar ekan.